Selam dostlar, şaharımız boyunca seyahatimizni devam etamiz. Bugün biz Qozonlilarning yaratgan o'rni Gorki parkında. Gorki ismidagi o'zak madaniyat ham yol parki, qisqacha Gorki parki, Qozonning Vakitov rayonida o'rnashgan. Park qopqasına yetgancha qo'noqlarni mangilik o't ham buyuk vatan so'g'ishina bag'ishlangan monument qarshi oladi. Qozonlilar bu parkda yol itirga yaratalar. Bunda o'tirg'ichlarga o'tirib yol itirga, velosipedda yurga, yaisa yashil chiramda piknik uyushtirga bo'la. Aydagiz tarixga ko'z solaylik. Parkka 19-asrda negiz solinadi deb aytiladi. U vaqtda bu yerlar Qozon shaharining shiti bo'lgan. Birida yuka o'rmoni shovlab o'sgan. Qozon o'sa bora. Shaharlilar yol o'rinlarini tizi boshlaydi. Ko'pgina dachalar o'sib chiqadi. Yerning landshafti shuqur-shoqirli bo'luvi shaharlilarga Shvetsariyani xatırlatadi. Shunga ko'ra bu o'rinni Rus Shvetsariyasi deb atay boshlaylar. Birida yozuvchilardan Sergey Aksakov Lev Tolstoyda yol etgan. 1833-yilda Rus Shvetsariyasi bilan Aleksandr Pushkin tanishgan. U bunda yangi kitobina materiallar yig'gan. Bu o'rinlarga yeshqina otaqli jirchi Fyodor Shalyapin kelib, sahnada jirlagan. 20-asr boshida park toshlandiq holga tusha boshlaydi. Lekin 1936-yilda park o'zgartib qurildi. Parkka yol itirga qo'y vaqt ikmak pishiruvchi yordamchisi Aleksey Peshkov kelgan. Shu vaqtda Aleksey bu bog'cha oning ismin yurtashagin ko'z oldida keltirmagandir. Yozuvchi Maksim Gorkining o'z ismi Aleksey Peshkov ekanini siz do'stlar bilasizdir endi. Chunki men aning turida sizga Maksim Gorki muzeyida siladim. Ham shu yilda bu park Gorki ismidagi madaniyat ham yol parki deb atala boshlaydi. So'g'ishdan so'nggi shirda da park o'zgarishlar kechiradi. Xizmat rezervlari stadioni tuziladi, shaxmat klubi ochiladi. 2014-yilda parkda zo'r rekonstruksiya o'zadi. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz. Sog' bo'linglar.